Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bir necha kunlardan beri biz ko'pirni videosini chiqarmagan edik. Bugun mana chiqaramiz. Mana mahalla boğamiz bahorgi kayfiyatlar bilan mana bayroqlarni ilishni boshlabdi. Menimcha tez kunlarda ochilishi bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormazlar bu bayroqlar juda chiroyli chiqibdi mahalla bo. Chiroyli bo'libdi, yangi deb qo'yilibsiz. Ey yashang. Nasib bo'lsa endi qachon bu ochiladi endi? Nasib bo'lsa Navro'z kuni 20 katta to'y tantana. Aha. Qishloqning hamma yekichim bo'lish kelsin. Ey yashang. Konsert bo'ladi, maktabning bayrami bo'ladi. Shu yoshlarning hissasini ko'rib, Alloh taolo nima ko'nglida bashar niyati bo'lsa, niyatiga yetib, yana shunday inshootlar qurib, Ey yashang. Bu mana Qurbot ketadigan hurmatli obunachilar, ko'pirimiz ochilgan moyda mashinalar uchun. Mana mashinalar birin-ketin mana o'tyapti. Mana ko'rib turganingizdek, mashinalar o'tib yotdi, moyda mashina. Katta mashinalar endi qachon nasib bo'lsa. katta mashina o'tib bersin. Endi o'taversin, ha? O'tib bersin. Ey malades mana. 10 dekabrda qurib boshlanmaydi. Aha. Tani simini quyilib, fevralning 25da tugadi ag'ayni. 25-fevralda tugadi. 3 oy davomida, to'g'rimi? Yo, 2,5 oy. 2,5 oy. 2,5 oyda bitdi. Malades bu. Hammasi mana shu. Bu o'zimizning qishloqning hissasi bilan bo'lgan voqea, lekin chekkadan kelganlar aytayaptiki, bu Rog'un Gesday, buni hech qachon hech kim bunday o'ylamagan. Chunki bu yerda juda katta sel keladi degan ehtimollari bor-da, shuning uchun Rachitni olib juda baquvvat, hammasi zo'r. O'zi bachilari yosh Chimg'uli shekining bachilarining hissasi katta, o'zlari o'zlarini ko'radi. hozir endi o'tgan texnika hammasi xursand bo'lib o'tyapti. Xursandligi bir o'zgarish bo'lgandan keyin xursand. shu ehson qilgan pullari chiqib ketdi deb o'ylaysiz, lekin bir o'tsa. Ehson qilganlar. Uning chertyajini o'zim chizganman. Ey yashang. Ularning arxitektori ko'p tan bergan. Rossiyada kelib Bobur Aji, Azamatboy, Nurqobul kelib, bu yerni davom ettirib ketdi. O'zi poydevonni o'zim Nursulton kelib ekskavator qozib bergan. Ha, shu ekskavator qozgan akamizga ham rahmat deymiz. Almatirda bo'lsa, Azamat uyda hisoblab chertyajni qo'liga berdim. O'zi hisoblab chiqdi. Rahmat kallasi so'rakan. Ey malades. Hozir mana shu ko'piriga xizmat qilib ketgan Rossiyada hozir hamma basharlar iloyim mana shu ishlari rivojlanib yuraversin mana shu Rossiyada yurgan akalar. Shunday ishlarga qo'lini urgandan keyin Xudoyim taolo bularning ishiga rivoj, ro'zg'origa fayz baraka, ko'nglida nima niyati bo'lsa, niyati ro'yobga chiqib ketaversin. Ey yashang. Xudo Alloh taolo ko'rib turibdi. Mana hurmatli aka-ukalar, ko'pirda mana bemalol mashinalar o'tib ketib yotdi. Ehson qilgan akalarimiz mana ehsonlari qabul bo'lsin. Chunki juda zo'r katta ishlarni bajardi ehson orqali. Bu soyimiz juda katta soy. Chunki bu katta soyda juda katta sel keladi. Shuning uchun mana akalar bitta ko'rib baho beringizlar. Videomiz ma'qul keldi degan umiddamiz. Yoqsa bizni qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar. Sog' omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Bundan-da ko'proq xalqqa kerakli bo'ladigan videolarni biz taqdim etamiz. Yanada xalq uchun xizmatda biz, albatta. Mana shunday ishlardan ko'pini, mingini qilib yuraylik. Xalqqa xizmat qiladigan bachalar bo'laylik. Hammamiz mana shu yerga qo'l mehnati bilan yordam qilgan yoki texnikasi bilan yordam qilgan hamma aka-ukalarga rahmat deb qolamiz. Chunki mana shunday ko'pir, juda katta ko'pir qurildi. Xayr, sog' omon.